Muhammad Solih vodiyda o'lish taqiqlangan. Ikkinchi qism. Dars ketgan devorlar. Senzura. Bu uchrashuvdan keyin ilk daf'a KGBning real tazyiqini sezdim. Ochiq emas, zimdan. Yozuvchilar uyushmasidagi xodimlarning mendan o'zlarini olib qochishi, gazeta redaksiyalaridagi men bilan ehtiyotkorona suhbatlar, sirli kulib qo'yishlar bu dahshatli tashkilotning atrofimdagi insonlar vositasida o'zini namoyish eta boshlaganidan darak berardi. Eng qizig'i, bunday tazyiq 1984-yil oxiriga kelib, butun adabiyot ahliga o'tkazila boshladi. Bu bir tasodifmidi yoki KPSSning zaif general kotibi Chernenkoning zaif kishiligini o'rtish uchun KGBning boshlagan yangi strategiyasimi, bilib bo'lmasdi. Adabiyotdagi senzura balki Xrushchev davridan beri o'zining eng katta zulmini o'tkaza boshlagandi. Xususan, milliy va diniy mavzulardagi matnlarga uyg'unlangan shafqatsiz senzura bu mavzuda yozishni man qilish darajasigacha olib keldi. Har qanday bir asarda Xudo, farishta, Qur'on kabi kalimalar ularni qo'llanishga jur'at etgan odam uchun tahlika tashiydigan bo'lib qoldi. Milliy va diniy ramzlarga qarshi kurash faqat adabiyotda emas, insonlarning kundalik turmushida ham boshlanib ketdi. Bu bir urush edi. Bu urushga hech ikkilanmay kirgan ijtimoiy qatlam adabiyotchilar bo'ldi. Bizning milliy harakatlanishimiz avval adabiyotda paydo bo'ldi. Avval she'rlarda, keyin maqolalarda. Ekologiya, demografiya, bolalar o'limi va boshqa ijtimoiy masalalarni ko'tarib chiqqan o'zbek oydinlari o'z maqolalarida sekin-asta milliy masalalarga tegina boshladi. Albatta, rus zulmini taqdirning bizga yozgan ssenariysi sifatida qabul qilgan shoirlar ruslar bergan medal va ordenlarni taqib mast-alast badiiy do'stlik haqida she'rlar yozishda davom etayotgandilar. Faqat endi butun o'tgan 50 yillik badiiy sukunatni buzishga shaylanayotgan bir avlod turgandi bu sag'ada. Bu bizning avlod edi. Men avlod deganda ayni yilda tug'ilganlarni aytayotganim yo'q. Ayni zehniyat sohibi bo'lgan insonlar jamoatini nazarda tutyapman. Bu avlod 1984-yilning oxirida Moskvaga isyon maktubini jo'natdi. 1984-yil oxirida Kompartiyaning mafkuraviy jabhada uyg'ulagan tazyiqiga qarshi bitilgan Politbyuroga maktub o'zbek oydinlarining mavjud rejimga qarshi yozilgan ilk manifesti bo'ldi. Bu maktub adabiyotdagi senzura va milliy qadriyatlarni mensimaslikka qarshi bir tiranishning namoyishi edi. Bu maktubning oqibatlari esa biz uchun mubolag'asiz bir milliy imtihonga aylandi. Maktubga imzo chekkan yosh shoir va yozuvchilar 50 dan ortiq kishining asarlari nashriga taqiq qo'yildi. Bu tarixiy imtihondan o'tgan o'zbek munavvarlari endi katta shaharlarda o'zbek maktablarini ko'paytirish, ishlab chiqarishning strategik jabhalarida milliy kadrlarga yo'l ochish, yerli xalq tiliga davlat tili maqomi berish kabi Sovet davlatining tamalini qo'zg'atadigan jiddiy masalalarni ko'tara boshladilar. Kamina u davrda ilmiy tadqiqot institutlari va oliy o'quv yurtlarining o'qituvchilari talabi bilan ularning huzurida milliy masalalar bo'yicha ochiqcha chiqishlar qildim. Bu chiqishlar keng jamoatchilikka tanilishimga sabab bo'ldi. Yozuvchilar uyushmasi kotibligi. 1986-yildan boshlab maqolalarim Moskvada bosila boshladi. Drujba narodov jurnali, Literaturная Rossiya kabi gazetalar O'zbekistonda bosilishi mumkin bo'lmagan milliy masalalarga teginilgan maqolalarimni chop etdi. 1986-yil oktyabr va noyabr oyida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi plenumida qilgan qisqa nutqim o'zbek ijodkorlari ichida e'tiborimni yuksaltdi deb o'ylayman. Bu kichik voqea mening 1988-yil may oyida uyushma kotibligiga saylanishimga turtki bo'lgan faktorlardan biri deb bilaman. Yozuvchilar uyushmasidagi kotiblik vazifasi esa men uchun milliy harakatni tashkil qilish jarayonida
hukumatning butun yopiq eshiklarini ochadigan bir sehrli kalit mohiyatga ega edi. Dars ketgan devorlar. Amerika prezidenti Ronald Reaganning 1987-yil 12-iyun kuni Berlin shahrini ikkiga bo'lib turgan Brandenburg darvozasi qarshisida so'ylagan nutqi faqat sharqiy Yevropaliklar uchun emas, balki umuman Sharq uchun, Sovet ittifoqidagi asir millatlar uchun ham bir mujda edi. Reagan bu nutqida Sovet ittifoqini Olmon millatini ikkiga bo'lib turgan bu devorni yiqishga chaqirdi va devor 2,5 yil so'ngra yiqildi. Holbuki Reagan bu nutqini tayyorlab maslahatchilariga berganida ularning aksariyati bu nutqni jiddiy yumshatishga undagandi. Ammo Reagan nutqini o'zgartirmadi. U kun uchun radikal ko'ringan butun jumlalarini bor hayajoni bilan iroda etdi. Bu voqea bir liderning jasoratli so'zi dunyoni o'zgartirishi mumkinligini yana bir marta isbot qildi. Hali ham esimda. Men bu nutq yangraganida Moskvada edim. Uni rus shoirlari bilan Svoboda radiosidan eshitdik. Biz ham qattiq hayajonlangandik. Xuddi dunyo bilan bizning oramizdagi devor yiqilayotgandek sevingandik. New York Times. 1988-yilning oktyabr oyida New York Times gazetasi muxbiri Bill Keller mendan intervyu olib noyabr oyida yayinladi. Bu maqoladagi quyidagi jumla kommunistik rejimni g'azabga keltirdi. Hamma narsa Stalindan qolgan paxta bilan o'zini ta'minlash siyosatiga borib taqaladi, deydi shoir va yozuvchilar uyushmasi kotibi Muhammad Solih. Bu paxta mustaqilligi O'zbekistonning qulligidir. Biz paxtamizning 92%ni xomashyo sifatida sotamiz. Keyin esa bizning paxtadan tikilgan ko'ylaklarimizni Rossiyadan sotib olamiz, deydi janob Solih. Maqola e'lon qilinganidan 5 kun o'tib, 1988-yilning 11-noyabrida bir hovuch adiblar tashabbusi bilan birlik tashkilotini tuzdik. Bu izma-iz kelgan zarbalardan esankirab qolgan Sovet rejimi harakatga kechdi. 1988-yilning 13-dekabr kuni O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti organlari bo'lmish 3 ta gazeta Pravda Vostoka, Sovet O'zbekistoni, Toshkentskaya Pravda gazetalari kamina haqida Dvoynoy standart Chesnova Muhammada degan feletonni yayinladi. Bu feletonda kamina to'g'ridan to'g'ri bir irqchiga qiyoslanib rus dushmaniga aylantirilgandi. Bu material katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Sovet ittifoqining avvalgi davrlarida bunday maqolaga qahramon bo'lgan shaxslar kamida zindonga tashlanar yoki otishga hukm qilinardi. Ayni shu kunlarda KGBning bosimi sezilarli darajada ortdi. Men kabi antikommunist bittasining nomenklatura lavozimi hisoblangan bir mansabga ko'tarilishim maxfiy tashkilotni jiddiy tashvishga solib qo'ygani aniq edi. Telefonlarim avvaldan ham tinglanardi. Ammo kotiblikka kelganimdan so'ngra bu ta'qib ust saviyaga chiqdi. Telefon orqali notanish kishilarning turli tahdidlari keskin ko'paydi. Shunday xavotirli kunlarning birida chet el matbuoti uchun yozgan maqolamni berish uchun amerikalik do'stim Bill Firmanni uyimga chaqirdim. Bill Firman O'zbekistonga tez-tez kelib turadigan Indiana universiteti mansubi bo'lgan olim edi. Xushmuomala, madaniyatli bir inson edi. O'zbek oydinlari, yozuvchi va shoirlari bilan apoq-chapoq bo'lib ketgandi. Balki shundan qo'rqibmi, diktator Karimov amerikalik olim Bill Firmanni O'zbekistonga kirishini taqiqlab qo'ydi. Bu yangi matnni Billning yonida olib yurishi xavfsiz emasdi. Buni hisobga olib, har bir sahifaning rasmini chekishga qaror qildik. Billning fotoapparati bor edi va u har bir sahifani suratga oldi. Biz u paytlarda KGBning har yerda ko'zi bor degan afsonaga shu qadar ishonardikki, rasmlarni zalda emas, vanna xonasiga kirib suratga oldik. Bugungi texnologiya zamonida bu narsalar kulgili ko'rinar. Ammo o zamonlarda bu narsalar aslo kulgili emasdi. Sovet O'zbekistoni tarixidagi ilk miting.
20 dekabrda o'zbek yoshlari bu Pravda Vostoka va boshqa gazetalarda bosilgan o'sha feleton maqolaga qarshi norozilik bildirib Toshkentda namoyishga chiqishdi. Avval O'zbekiston mehmonxonasi oldida, keyin Inqilob xiyobonida davom etgan bu mitingda yoshlar maqola avtorlari bo'lgan Pravda Vostoka gazetasi muxbirlari Yuriy Krujilin va Hisomovlarni o'zbek xalqidan kechirim so'rashga chaqirdilar va ularga kechirim so'ratdilar. Bu mitingga meni ham chaqirishgan edi. Bor yo'g'i 300 kishidan iborat bir kichik guruhning bu jasur hamlasi o'zbekning 135 yillik rus ishg'oliga qarshi bosmachilik harakatidan keyin ko'targan ilk mashru isyoni edi. Bu kichik miting keyingi yillarda 100 minglarni maydonga chorlagan ilhom manbai bo'lib qoldi. O'tish davri tiranishi. Bu davr Esirda faqat o'zbek millati ustida emas, o'nlab boshqa millatlar ustidagi 150 yillik rus mustamlakasining yiqilishiga vasila bo'lgan davr bo'ldi. Bu davrda qurilgan Birlik tashkiloti tom ma'noda siyosiy tashkilot emasdi. Dasturiga ham siyosiy maqsadlar emas, yuqorida sanaganimiz ekologiya, demografiya va hokazo ko'proq ijtimoiy hadaflar kiritilgandi. Bu tashkilot ommaning siyosiy ongi o'sishida katta rol o'ynadi. Insonlar o'z irodalari bilan bir tashkilot tuzib, unda o'z orzu istaklarini ifoda qilishi va ularni amalga oshirish uchun harakatga kechishi mumkinligini angladilar. Bu o'zbek zihniyatida katta o'zgarish yasadi. Siz Muhammad Solihning Vodiyda o'lish taqiqlangan audio kitobi 2-qismini tingladingiz. Davomini Iltuz kanalining so'nggi yayinlaridan izlang.